Bro, sen hatto boy ham emassan. Sendagi bor yagona narsa bu pul. Bu ham bo'lsa otangniki, seniki emas. Oxirgi jangingizdan keyin Arman ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta o'sishga erishdi. Kurashda va ijtimoiy tarmoqda u juda ham faol. Bu haqida sen nima deb o'ylaysan? Men uning qanchalik ahmoq ekanidan hayratdaman, to'g'risi. U nogiron. Qanaqadir yosh bolaga o'xshaydi, ha? Uning qiliqlari yosh bolaniki. Sen uning oxirgi jangidan so'ng tweet qoldirgansan, UFC menga kimni bersa o'sha bilan o'shaman. Oxirgi marta sen bilan uchrashganimizdagi shapaloqni esla deb o'sha muloqot haqida gapirsangiz. Xo'sh, u bir kun oldin tweet joylashtirdi. Seni yana bir marta ko'rsam, unday qilaman, bunday qilaman deb. Lekin bilasanmi, ular hammasi o'zlaricha gangsterni yasa olishadi. Lekin qachon men bilan ko'rishib qolsa, ular "O, qandaysan, yaxshimisan?" deb faqat kulishadi, o'zini yaxshi tutishadi. Demak, bu hammasi kamera uchun. Bilmayman, publikaga o'ynashadim, lekin ular menimcha juda ham ahmoq. Agar mabodo sen bilan yo'llarimiz kesishsa, men seni birinchi raundda uxlataman. Xo'sh, u menga nima qila oladi? Meni yiqita oladimi? Bro, qo'ysangchi, o'zingni bos, xotirjam bo'l, kurash turnirlariga borgin, streamlar qilgin va sen bilan uchrashgan paytimiz qolganini men senga ko'rsataman. Kichkina kalamush. Ilyani shovqinli intervyusini eshitdingiz? U mana shunaqangi intervyu berdi. Armanni yerga uradigan, uni obro'sini bitta qiladigan intervyu berdi. Endi bu intervyuga nisbatan Armanning javobi ham tayyor. Uni ham yaqinda kanalga joylayman tarjima qilib. Siz ungacha like va obuna tugmalarini bosing va kommentariyada yozib qoldiring. Agarda bu jang bo'lsa, kimning imkoniyatlari yuqori